Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymayız. Leksiyada sizlere hacır olsun. Bugün çizlağa 2022 yıl 9. ayının 10. günü vatandaş. Vaziyetini etdiğin bolsak görüp durupsuz. Eli vilayeti Gulcu şehri Gulcu naisi nimişlarının buluvatkallıgını vatandaş. Xitay bu 3. kıtım mı, yaki 2. kıtım mı, yaki davamlık mı? Galcırlaştı deyli. Xitay'ını galcırlışqa sebep kılgan, yaki mecburluğan. Xitay'ını galcırlışqa mecburluğan sebep değil mi? Biz bunu her noktada his kılışımız, her noktada düşünüşümüz, her noktada fikir kılışımız, hüküm kılışımız mümkün. Zaten muşundak iş teble eğitip beriş sizden bizden kolumuzdan gelmeydi. Lakin şunu bilin ki vaziyet ciddi vaziyet ve tekazza vaziyet tahirsiz. Muşunda ahval asıdı Xitay'nın Uygurları toxtumay kol selivatkanlığı, Uygurlarını toxtumay bastırıvatkanlığı, anda Xitayga münasibetlik dünya ve halkara vaziyetin nemi ekanligini perez ve kıyas kılalayız vatandaşım. Bugün sizlerge sözleydiğin leksiyimiz bunda. Aval mavzunu etli mavzumunda. Amerika Jungo harbiy manevri ahırlaştı. O Japonya'da kaldırıldı. Mavzula haber 9. ayının 10. günü Vanvit orbiti ilan kılındı haber. Bundak başlandı. Amerikalı Okyan Harbiy Kumandanı Filin bundak görsetti. Amerika Japonya harbiy manevri ahırlaşkan bolsa mı? Amerika armiyası nahayeti ilgar minamiyot koyup biriş sistemisini Tayvan'a yakın turgan Japonya harbiy bazasından elip ketmeydi. Demek şu yerde kaldı bu katım harbiy manevri katnaşkan nahayeti ilgar minamiyot sistemisi şu yerde kaldırıldı. Amerika armiyası Ukrayna vuruş meydanında heyvetli gücünü görsetken Haymaz. Xitay tushunda kaldım tercüme kılıp minamiyot sistemisini Japonya Okinawa harbiy bazasida kaldırdı. Bu belki Tayvan boğazıda harbiy to'qinish yüz berish mümkünligini o'ylanishdan kelib chiqqan harakat bo'lishi kerak. Yana bir xabar vatandoshim. Li Jianshu Jungo Xalq Vakillar Qurultayining boshlig'i Li Jianshu Vladivostokda Prezident Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Quchoqlashib bir-biridan hararat elishdi. Jungo haqoratlandi deb tanqid qilindi. Mavzuli xabar 9. ayning 10. kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Memleketlik Xalq Qurultayining boshlig'i Li Jianshu navbatda Rossiyada ziyoratda bo'layotdi. Vladivostokda o'tkazilayotgan 7. navbatlik Iroq Sharq iqtisod munbiri yig'iniga qatnashib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Va Rossiya bilan umumyuzlik hamkorlashimiz deb e'lon qildi. Jamoat fikrining diqqatini qo'zg'adi. Shu kuni yig'inga yetib keladigan prezident Vladimir Putin Li Jianshu bilan ko'rishdi. Prezident Vladimir Putin mundaq dedi. Jungo Rossiya hamkorlik munosabatiga e'tibor bilan qaraymiz dedi. Va kelar hafta Shanxay hamkorlik tashkilotining yig'inida Reis Xi Jinping bilan ko'rishni umid qilaman dedi. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Li Jianshu bu qatimqi Rossiya ziyoratida mundaq uchur tarqatdi. Avval Jungo Rossiyani embargo qilmaydi.
hem Rusiyadan voz kechmaydi. Ondan qalsa Jungo yanala Rossiya bilan birlashib Amerikaga qarshi turishni umid qiladi. O'xshashla o'zining kelgusida G'arb dunyosining pul muomala sohasida embargo qilishidan saqlanishni umid qiladi va bu yo'lda tajriba to'plamoqchi bo'ladi. Demak, shuning Jungo hukumatining Rossiyaga berishki maqsadi shuki. Bu gaplarni o'qi, yuzaki gaplar. Yoki xalqaro qartib, yoki Rossiya Jungo munosabati qartib aytib qo'ygan yuzaki gaplar. Asli maqsad u boshqa tarafda vatandoshim. Endi qo'shimcha bu yerda Amerika qarshi turdi degan gap. Bu bir gap. O'ynab boqayotgan gaplar vatandoshlar, buni qo'yib turlar. Endi yana bir xabar. Xi Jinpingning iddiasi deydigan mushu ism yoki mushu jumladagi fikr o'zgardimi? Siyosiy byuro vaqtdan ilgari ko'p xil signal tarqatdi. Mavzuli xabar 9-oyning 10-kuni Vanvetor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Asosiy mazmuni juma. Jungo Kompartiyasining 20-qurultayining ochilish vaqti qistab kelishiga agishib 9-oyning 9-kuni Jungo Kompartiyasining siyosiy byurosi yig'in ochdi. Bir dikkat qilsizmi? 9-oyning 9-kuni yig'in ochdi. Siyosiy byuroni yig'in ochdi. Tashqari dunyo dikkat qildiki, bu yig'in odatda har oyning o'ttirlarida yoki oy oxirida ochiladi. Siyosiy byuro oyda bir qatim yig'in ochadi. Bu yig'in yoki shu oyning o'ttirlarida yoki oxirida ochiladi. Yoki oy oxirida ochiladi. Bu qatim siyosiy byuro yig'ini burulla avval ochildi. Ehtimal bu Rais Xi Jinpingning chet elga chiqishiga munosabatlik bo'lsa kerak. Shundaqli bu yig'in bu qatim nurg'un signal tarqatdi. Siyosiy byuroning yig'ini o'tgan oyda, ya'ni 8-oyda, 8-oyning 30-kuni chaqirildi. Diqqat, vatandosh, 8-oyning 30-kuni Jungoda siyosiy byuro yig'ini chaqirildi. 8-oyning 31-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komissari Michel Bachelet, sobiq kishilik huquq komissari Michel Bachelet Uyg'urlarning kishilik huquqi ahvoli to'g'risida tayyorlangan dokladni e'lon qildi. 30-kuni siyosiy byuroning yig'ini, 31-kuni doklad. Siz bunda qo'ysiz vaqtni vatandosh. 8-oyning 30-kuni chaqirilgan edi. Nima uchun tarqatdi? Signal tarqat siyosiy byuroni o'tgan chaqirildi. Shu yig'inda Jungoning yuqori darajalik amaldorlari 20-qurultayning 10-oyning 16-kunida chaqiriladiganligini, 10-oyning 9-kuni 7-navbatlik umumiy yig'in chaqiriladiganligini e'lon qildi. Bu oy qarangi 10-oyning 16-kuni qaysi kun? 1964-yili 10-oyning 16-kuni Rossiya Bolsheviklar partiyasi siyosiy o'zgarish qilib Xrushchevni taxtdan tushirgan kun. Nemishqi Jungo Kompartiyasining 20-qurultayi bu kunga to'g'rilanib qoldi. Buni qo'yaylik. Yani 10-oyning 9-kuni 7-navbatlik umumiy yig'in chaqiriladiganligini e'lon qildi. Tek umumiy yig'in 7-navbatlik qurultaydan burun ochilishi kerak. 10-oyning 9-kuni 7-navbatlik yig'in, 16-kuni 20-qurultay. Bu orliq pek qisqa bo'lib qoldi ya vatandosh. Odatda bunday emas edi. Odatda qilib bo'layotgan ishlardi. 9-oyning 10-oyning 9-kuni
7-ci növbətlik umumi yığın çağırılacağını elan qıldı. Taşqara dünyadakiler umumyüzlük mundaq hesapladı. Bu Reis Xi Jinping'e çet elgi ziyaret çıkışıga münasibetlik. Qazaqstan Tashqi ishlar Ministrligi növbətdə mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping 9-cu ayının 14-cü günü Qazaqstanı ziyaret qildi. Rusiya mətbuatları mundaq xabar qildi. Xi Jinping 9-cu ayının 15-ci günün 16-cı günügüçü Özbekistan'da çağırıladigan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı yığınına qatnışıdı və Prezident Vladimir Putin bilan görüşüdü. Cungo alaqadar tərəf Reis Xi Jinping'nin chet elge ziyaret çıkıdığanlığını dəlilləmidi. Cungo tərəf Taşqi İşlər Ministerligi bunu dəlilləmidi. Birinçilik müstüqil vətəndaş.